21 bab. Bu, dengiz bo'yidagi qumluq to'g'risidagi vahiydir. Negib cho'llikida bo'ron chiqqandek, cho'llikdan, ya'ni vahshiylarning zeminidan tajovuzchi keladi. Men bir qayg'uluq vahiyni topshirib oldim. Aldamchi aldamchilik qiladi. Buzg'unchi buzg'unchilik qiladi. Hey ilamlar, hücum qilinglar, medialıqlar, qo'rshanglar. Men Bobil ilib kelgan barliq azoblarni oxirlashtiraman. Bu vahiy sababidan bütün badinim titrab turdi. Og'riq meni to'lg'oq azobidek pinmoqda. Mening og'riganlarim meni bearam qilyotdi. Ko'rganlarim meni vahimiga silib qo'ydi. Beshim butunlay gangrab qoldi. Qo'rqinchdan titrab turaman. Men kechki shafaqni kutgan edim. Afsus, ko'ginim meni cho'chitib qo'ydi. Ular gilamlarni silib ziyofat tayyor qilishdi. Ular taomlarni yeyishib, sharoblarni ichishdi. Tuyuqsiz bir ovoz keldi. Amirlar, qalqonlaringlarni maylab tayyor qilinglar. Egam bana mundaq dedi. Shahar qovuqiga bir qorovul qo'yinglar. U ko'rganlarini xabar qilib tursin. U qo'sh otliq jang harvularini ko'rganda, eshaklarga yoki to'g'larga minib kelayotganlarni ko'rganda, u cho'qim ko'z quloq bo'lsin, qattiq kuzatsin. Qorovul mundaq deb vaqirdi. Janoblari, men kunduzi qovoqda kuzatib turaman. Kechisi ham kuzatib turaman. Qarıslar, qo'sh otliq jang harvulari keldi. Ondan u yana mundaq dedi. Bobil tugashdi. Bobil tugashdi. Ular cho'qingan barliq butlar o'rilib tushib, pora bo'ldi. Ey xalqim, Yahudiyaliklar, sizlar yonchilgan ve sorulup ketken idinlar. Men sizlarga kudretlik serdar perverdigar, yani İsraillarni talgan Xudoning bana etqanlarini yetkizdim. Bu dumaq to'g'risidagi vahiydir. Sayrdan bir odam meni chaqiryotdi. Qorovul, tong etishga qanchalik qoldi? Qorovul, tong etishga qanchalik qoldi? Qorovul javob berdi. Tong otay deb qoldi. Orqadan kechi bo'ladi. Agar yana so'ramoqchi bo'lsang, qaytib kelib, ondan so'ra. Bu Arab cho'lliki to'g'risidagi vahiydir. Ey didonliqlarning karvonlari, sizlar Arabiston cho'llikida chedir tikib o'tirsizlar. Chanqig'anlarga ussizlik beringlar. Ey Tama zeminida yaşaydiganlar, musafirlarga tamak beringlar. Ular qilich ostidan qaşqanlar. G'ilibidan sug'urilgan qilichdan, kirichi tortilgan o'qyadin, shundaqla qaynoq urushdan qaşqanlar. Egam bana mundaq dedi. Dal bir yildan keyin Qidar xalqining barliq sharifi oxirlashidu. Qidarning qo'shinlaridagi merganlari intayin oz qoludu. Bular İsraillarni tanlagan Perverdigar Xudoning so'zlaridir.